Charchab ketdingizmi? Sizni ko'rib men ham charchab ketdim. O'ynanib ketay, aylanishlaringizni qarang. Yaxshi ham yiqilib tushmadingiz. Ko'z tegmasin, ey. Sizni o'ynashlaringizni ko'rgan poyezd ham relsdan chiqib ketdi. Voy, shlagbaumlar ko'tarilib ketdi. O'ynanib ketay. Bu o'ynashlaringizni ko'rib men yana sizga qarab, yana degim kelyapti. Voy, oyoqlaringizni quchib yig'lagim kelyapti. O'ynanib ketay, ko'z tegmasin. Sizga atab bir yana qo'shig'im bor. Atrofingda men sarson. Точно sarsoman siz atrofingizda, lekin so'zlarni qarang, sizga bag'ishlangan oy yuzida oy boqar. Bu yuzdan oy emas, yer aylanib o'tadi, yer. Voy, belda sharshara oqar. Bu beldan sharshara emas, Tinch okean oqib o'tadi ya. Ko'z tegmasin. Atlaslaringiz tushib qolsin sizni. Voy, maskoshlaringizni o'zim maskosh kiyib qoling ya. Atlasam bir 85 metr ketgandir. Yo'q, 86 metr ketdi. Voy, shu yoningizga o'tirib oling ozgina. Aylanib ketay. Otingiz nima edi? Voy, Halimaman-ku. Haliyami? Haliyam Halimaman. Halima, turmushga chiqdingizmi? Yo'q, chiqmadim. Bir marta ham chiqmadingizmi? Bir marta ham chiqa olmadim. Balkim chiqqandirsiz, eslab ko'ring. O'zi semiz odam esdan chiqib ketib qoladi darrov. Yo'q, bir mahal ham chiqmaganman. Umuman chiqmadingizmi? Yo'q. Bir chiqarib yuboring bo'lmasa. Agar chiqqisi kelib qolsa eting, xo'pmi? Bir olib chiqib kelaman, xo'p? O'zi turmushga chiqsangiz ham sindirib yuborsangiz kerak turmushga. Aylanib ketay Halima. Shukur aka. O'ladi. Nimaga shuncha odam turib, qizlar turib, meni oldimga kelib o'tirdingiz? Endi bunday qarasam Halima hamma oyog'ini chalishtirib o'tiribdi. Bunday qarasam siz bittasiz chalishtirib olmay o'tiribsiz. O'shaning uchun oldimga kelib o'tirdingiz-da. Uzoqdan ko'zimga boqqa deb ko'rindingiz o'zimga. Shukur aka. Labbi. O'shanda ichingizda bir nima jiz etdimi? Yo'q, g'uldur qilib ketdi. Shukur aka, ikkalovlarni ko'rsamchi, Hind kinolari esimga tushib ketadi-da. Ikkalovdan ko'rsa Hind kino, qaysi Hind kinosi? Qaysi? Siz Vir va Zara deb o'ylayapsiz-a? Ha, Vir. Dommi yoki? Dommi. Yo'q, ani boru. Qaysi? Fillar meni do'stlarim. O'shanga o'xshashib ketyapsiz. Yaxshi, aylanib ketay. Kinoga qiziqasizmi, kinoga? Ha, kinolar. Bir olib tushing. Yaxshi ko'raman. Olib tushing bir kinoga. Mayli. Olib tushasam, keyin olib chiqa olaymanmi bu yerda? Kinoda 3D qo'yisharmikan? Yo'q, 3D ga qo'yishadi. Anaqa Hind kinolari juda ham uzoq bo'ladi-da, 2 seriyali bo'ladi-yu. Ha. O'shanda meni qornim ochib qoladi-da. Voy, o'ynanib ketay o'zim sizdan. Keyin menga pizza olib berasizmi? Voy, pizza yo'da tursin, men sizga cheri pizza ham olib beraman. Voy, kapinitsa olib beraman. Banitsani olib beraman. Siz xohlasangiz bo'ldi, любой nitsani olib beraman sizga. Shukur aka. Siz o'zi o'qiysizmi, ishlaysizmi? Men ishlayman. Sir bo'lmasa nima ish qilasiz? Sir bo'lmasa, kalbasa bilan ish qilaman. Kalbasa chiqarasizmi? Voy, endi shu odam bilan sassiga chiqarmayman, qarayman. O'zi sizga qaysi kalbasa yoqadi? Rozimetovga yoqadimi yoki To'xtaniyozga yoqadimi? Menga Shirinniki yoqadi, Shirinniki. Shukur aka. Men bilasizmi, qayerda o'qiyman? Qayerda o'qiysiz? Qanday o'qiysizmi, ishlaysizmi o'zingiz? Men o'qiyman aka. Yo'q, o'qib olgan bo'lsangiz menga bering, men ham o'qib tashlayman, xo'p? Bo'ldi. Aylaning. Oilada nechtasizlar oilada? Oilada biz 6 ta qizmiz. Yo'q, eng kattasi o'zimman. Qolganlar hammasi ozg'inmi? Hammasinikini o'zim olganman. Biz ham oilada bittaman. Bitta o'zim 10 ta etadiyman. Onam ham 3 kun tuqqanlar. Bo'lib tuqqanlar-da. Oxiri 3-kun tug'ib bo'lib, osmonga qarab, Xudoga shukr, qutuldim, otamizga ham shukr qo'yganlar. Meni ko'pchilik dugonalarimcha Munisa Rizayevaga o'xshatishadi. Kimga? Munisa Rizayeva.
Ani boru 1 2 3 tanamda qolmadi-ku. Yo'q, hamma kuch sizda. Hamma kuch sizda. Siz o'xshatmadingiz, ha? Yo'q, men Munisaxondan so'rab ko'ray. Agar rozi bo'lsalar o'xshataveraman, xo'p? Gap yo'q. Shukur aka. Labbi. Mendan oldin bu qiz bilan yurganmisiz? Tushunmadim. Bu kim bilan yurganmisiz mendan oldin? G'iyos Boytay bilan yurganman. Ilhom Farmonov bilan yurganman. Yo'q, qizlar bilan demoqchi edim. Qizlar bilan, yo'q, qizlar bilan yugurganman. Stadionda yugurgansizlar? Yo'q. Xumsonda dachada. Reyd bo'lganda. O'zichi? Men yoshligimda rosa orzularim ko'p edi-da, Shukur aka. Nima orzungiz bor yoshligingizda? Yoshligimda podiumlarda yurgim kelganda. Yo'q, top model bo'lib. Yo'q, o'y, Lekin sizdan top model emas, sizdan ko'p model chiqadi. Aylanib ketingiz sizdan. Shukur aka, siz o'zi muhabbatga ishonasizmi? Kimga? Muhabbatga ishonasizmi? Men muhabbatga vahshiy ishonmayman men. Nimaga? Muhabbat aferist. Mashenik. $1000 berdim, 6 oy bo'ldi, haligacha bergani yo'q. Sizga bolalar yoqadimi o'zi? Nima? Bolalar yoqadimi o'zi sizga? Halimaxon, men unaqa odam emasman. Men narvanniy sivilizatsioniy mujikman. Qanaqa ranglarni yoqtirasiz? Men havo rang, galoboy rang yoqadi ko'proq. Yaxshi odam taptini. O'zi dugonlaringiz bormi? Tunda chaqiring, men o'rtog'im chaqiring, bir Lutfullaxon degan o'rtog'im bor, bir aylanib, o'taylik, borib kelamiz. Bormi dugoningiz? Bor. Oti nima? Zubayda. Zubayda? Boshqa qayda? Dubayda. Qachon keladi? Mayda keladi. Zubayda, Dubayda mayda keladi. Ya bo'lmaydi. Shukur aka, sizga qanaqa hayvonlar yoqadi? Men to'g'risini aytsam, shunday hayvonga ishqoshchilik joyim yo'q lekin. Men mushukni yaxshi ko'raman. Nimani? Mushuk bor-ku. Mushukni yaxshi ko'rasizmi? Shunaqa chiroyli mushugim bor uyda. Shunaqa yoqtirmayman mushukni lekin aqlli deyishadi mushuk. Aqlli bo'ladi mushuk. Ali bir odam mushuk boqar ekan, deydi xotini. Chi yoqtirmas ekan. Oxiri xotinlar urushib, mana shu mushugini adashtirib kelaman deb sumkaga solib, mashinaga o'tirib Chinozga borib tashadi. Chinoz bir qishlog'iga. Sekin uy kelsa, qaytib kelsa mushuk uydamish. Aytdim, aqlli deb sizga. Voy debdi, palakatda yomon ekan bo'pti. Ertasi kuni ertalab turib, yana sumkaga solib, men ketdi Samarqand qarab, Samarqand tomonga tashlab ketdi mushukni. Yana uy sekin uy qaytib kelsa, mushuk yana uydamish. Hop, palakat yomon ekan, to'shni yomon adashtirib kelaman deb shartta sumkaga solib ketdi. Samarqand, Navoiy, Zarafshon, Uchquduq borgan 20 kilometr chapga, 15 kilometr o'ngga, 40 kilometr to'g'riga, cho'lga borib, mushukni tashlab kelgan. Bir pat xotini xavotir olamish, 10 soat bo'libdi, eri kelmasmish, 1 sutka bo'libdi. Qarasa, mushuk kirib ketdi uyga. Ana. Eri yo'q. Oxir telefon bo'libdi. Alo, adajonisiz qattasiz, voy xotin. Mushuk keldimi, mushuk? Keldi, dadasi keldi mushuk. Telefonni berib yuborib, adashib qoldim, yo'lni tushuntirib yuborsin menga. O'shanda hech mushukning hojati yo'q. Telefoningiz bormi, Halimaxon? Voy, nima deb o'ylaysiz? Birinchi uchrashganning o'zida Halimaxon telefon nomerini berib yuboradi. 993 09 26 deb berib yuboradi deb o'ylaysizmi? Voy, o'zi berib qo'ydingiz o'sha. Siz o'zingiz bera olasizmi? Men bemalol yozib oling. 528 19 19. Uchlimi? Nima uchlimi? Sizniki uchlimi? Yo'q, meniki normal, to'rtli meniki. Meniki Beeline. Nolli meniki. Sizga nolmi? Beeline. O'zi Ucell yaxshi ishlamaydi, Shukur aka. Kechirib qo'yasiz. Antena yaxshi olmaydi. Kechirib qo'yasiz. Antena zo'r, cho'tki. Просто связь yaxshi emas, связь. O'shaning uchun boydan bir telefoningiz vibratsiyasi ishlayapti, sezmay turibsiz. Yomon sezgar ekansiz. Vibratsiyalar ham sezasizmi? Yomon sezadigan bo'lib ketgan. Bo'g'irsa odam yomon sezgar bo'ladi hozir. Alo, jonim. O'le. Ha, Shokir. Ha, bo'pti, qo'raman o'zi be. Mana shu hammani oldida xiyonat qilsa menga. Yo'q, Shokir. O'zi erkaklarga ishonch-ku. Yo'q, Shokir degan o'g'ay. Yo'q, semiz. Voy ozg'ini. Halimaxon. Voy Halimaxon. Voy o'ynab keting. Dombalar yuring. Dombalar ko'stibasi. Hayotda kim ko'hli? Domba ko'hli. Kim chiroyli? Domba chiroyli.